Mani ko'p videolarimda asosan qurilishda ishlatiladigan terminlarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni terminlar asosan 90-95% ruschadan iborat bo'ladi. Ko'pchilik menga savol beryapti o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, "Aka, to'g'ri tushunamiz, terminlar hammasi ruscha, lekin aynan o'zbekchaga o'girsa, u nomi, ma'nosi o'zgarib ketib qoladi, lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham terminni gapirayotganingizda bizga izohlab berib keting, shu termin nima vazifani bajarishini deyshadi." Hozir shu mavzuda ozgina sizlarning diqqatinglarni olgan holatda e'tibor berishinglarni iltimos qilgan holatda men shu terminlarni sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, bizning birinchi terminimizda, ya'ni imoratni loyihalari hamma narsasi tayyor bo'lgandan keyin qilinadigan ish, agar imorat podvolli bo'ladigan bo'lsa, katlaman qaziladi. Endi chuqur qaziladi deydigan bo'lsangiz, u noto'g'ri ma'noni berib qo'yapti-da, o'shaning uchun katlaman. Katlaman bilasizlar, imoratni podvoli bo'ladigan bo'lsa, podvolga mos ravishda katlaman qaziladi, ya'ni podvolli o'rni qaziladi. Keyingisi transheya deyiladi. Transheya nima ekan deydigan bo'lsangiz, katlaman qazilgandan keyin transheya, uni ma'no o'zbekcha ma'nosi yo'q, men bilmayman. Bo'ladigan bilganlar bo'lsa agar o'sha kommentariyada izoh qoldirishinglarni iltimos qilardim. Bu xonada men ham bilib olardim. Chunki men o'zim ham ruscha maktabda va ruscha institutda o'qiganligimiz uchun ham ko'p terminlarni men o'zbekchaga tarjima qilmayman. Endi o'zimizning qonimizga ham singib ketgan. Xo'p, transheya bu podushkani o'rni hisoblanadi. Ya'ni u qo'lda, mana misol uchun qo'lda deymizda, ruchnoy qaziladi deb qo'ya qolamiz. Xo'p, mana o'sha transheya qo'lda qaziladi, ya'ni podushkani o'rni hisoblanadi. Keyin podushka, misol uchun podushkani o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsangiz, xos to'g'ri kelmaydi, yastiq degan ma'noni berib qoladi. U uje uxlaydigan bir mato sifatida foydalanadigan tushuncha noto'g'ri ketib qoladi. Xo'p, podushka. Podushkani ham ikki xili bo'ladi. Misol uchun lentichniy podushka bor, monolitniy podushka bor. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Aynan o'sha soha vakillari bilishadi. Imorat qurmagan odam yoki endi qurdirayotgan odam bu nima ekan deb o'ylaydi. Xo'p, lentichniy podushka asosan chizmalarda lentali podushka beradi. Yaxshilab e'tibor berib qarasangiz, o'sha 1 metrmi, 1.20 mi bo'ladi. Mana shu chiziqlar bo'ylab ketgan bo'ladi. U bizning podushkamiz, ya'ni imoratda asosiy poydevori hisoblanadi. Podushka ikki xil bo'ladi aytganimda, lentichniy podushka bo'ladi, monolitniy podushka bo'ladi. Monolitniy podushka bu to'liq, ya'ni gruntimizda katlama qazilgandan keyin tuprog'imizda yumshoq bo'ladigan bo'lsa, loy sifat bo'ladigan bo'lsa yoki qumli joy bo'ladigan bo'lsa yoki seysmik jihatdan barqaror bo'lmagan joylar yoki bo'lmasam o'sha tekshiruv natijasida lentichniy emas, o'sha monolitniy podushka beriladigan bo'lsa, podvolimizdan to'liq monolitniy podushka quyiladi, lekin o'tda ham o'sha o'ziga yarasha etaplari bor. Uni keyingi videolarda albatta ko'rsatamiz. Undan keyin fundament. Mana fundamentda ham ko'pchilik poydevor deydi. Poydevor desak, ma'no ozgina o'zgarib ketib qolishi mumkin. Ya'ni podushka ma'nosini berib qoladigan holati bo'lib qoladi. Fundamentda ham o'sha ruscha termindan o'zbekchaga o'girish ozgina qiyinroq bo'ladi. Fundamentni bilasizlar, podushkadan keyin fundament quyiladi. Balandligi endi podvolni balandligiga qarab yoki yer uriviniga qarab quyiladi. Endi 40 sm bo'ladi. Uni ko'rgansizlar. O'sha 1 metrga 40 sm standart bo'ladigan bo'lsa, ana o'shamizni bizda fundament bo'ladi. Keyin rigel kolonna deydi. Endi ikkalasi bitta termin qilib aytib ketaveramiz. Rigel kolonna, ya'ni mana shu imoratimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, uzunasiga tushgan, mana qo'lim bilan ko'rsatyapman, uzunasiga tushgan betonlarimizda bular hammasi kolonna hisoblanadi. Kolonnani tepasida ko'rayotgan bo'lsanglar, gir aylanib o'sha o'rtasidan belvoq o'tib ketgan. Endi belvoq desak, u noto'g'ri bo'lib qoladi. Albatta mana shu rigel bo'ladi. Ya'ni imoratimizda podvoldan tomga qadar bo'ladigan jarayonni metal konstruksiya yoki bo'lmasa железобетонный konstruksiya deymiz. Ana o'shani bir-biriga jipslashtirib quchoqlab oladigan holat bo'ladi. Ertaga zilzila bo'lgan taqdirda ham imoratimizdan o'sha sinishi, darz ketishi yoki borinki yana o'sha yomon oqibatlarga olib kelishini oldini olgan holatda mana shu uzunasiga tushgan chizig'imiz bu kolonna hisoblanadi. Belbog' ketgani bu rigel hisoblanadi. Xo'p, keyingi termin karkas. Ya'ni karkas armaturali karkas nazarda tutilyapti. Bu yerda misol uchun podushkaga karkas to'qiladi, fundamentga karkas to'qiladi, kolonna rigellarga karkasda to'qiladi, seysma poistlarga karkas to'qiladi. Ya'ni mana shu yerda ko'rib turgan armaturalar sim orqali bir-biriga bog'lanib 4 tali, 6 tali, 8 tali to'qiladi. Bu kolonna, rigel, o'sha aytganimdek podushka, fundamentlar va seysma poistlar hisoblanadi. Mana shu imoratimizni ham tepaga qarab turgan bo'lsanglar, 4 ta armatura chiqib turibdi, mana shu karkas hisoblanadi. Keyingi termini o'sha tepla izolyatsiya, gidroizolyatsiya degan so'zlar bor. Bularni endi o'zbekchaga tarjima qilsak ham o'sha ma'nosi ozgina o'zgarib ketadi. Tepla izolyatsiya bilasizlar, o'sha issiq sovuqdan himoyalanish, ya'ni imoratni o'zini ham va xonalarimiz ichini ham issiqda sovug'iga berishi, sovug'ida issiq berish vazifalarini bajaradi. Xo'p, gidroizolyatsiyamizda bu asosan podvolli imoratlarimizda ko'p ishlatiladi. Ya'ni tashqari tarafdan betonimizni o'sha tashqi oqova suvlar, yomg'ir, qor
eriganda oqadigan suvlardan himoya qilish uchun tashqaridan o'sha gidroizolyatsiya qilinadi. Endi gidroizolyatsiya albatta bu bitta joyda mana shu yerda sizlarga aytib qo'ymoqchi bo'lgan narsam, gidroizolyatsiya har doim betonni tashqarisidan qilinadi. Ya'ni ichkaridan qilinmaydi. Ko'pchilik holatlarda ustalar ichkaridan ham qilaylik derkan, lekin gidroizolyatsiya mana men sizlarga qo'lim bilan tushuntirib beraman. Mana sizlar fundament quydinglar, bu yoq ichkari bo'lyapti, bu yoq tashqari bo'lyapti. Siz ichkaridan qildingizmi, ichkaridan yopishtirdingiz, agar suv orasiga o'tadigan bo'lsa, buni chiqarib yuboradi. Suv har doim tashqaridan keladi. O'shaning uchun gidroizolyatsiya betonni tashqarisidan yopishtiriladi, kelgan suv bunga urilib, ya'ni orqaga qaytib ketaveradi yoki pastga tushib ketaveradi. O'shaning uchun har doim gidroizolyatsiya qotganingizda bitta narsaga ahamiyat beringlar. Gidroizolyatsiya doim tashqaridan qilinadi. Ya'ni beton mahsulotlarimizga kelgandan keyin o'sha podushkamiz, fundamentlarimiz hammasi gidroizolyatsiya bilan tashqaridan qilinadi. Bu terminlar bilganlarga yana bitta qo'shimcha ma'lumot o'rnida bo'ladi. Bilmaganlar mana hammanglar bilib oldinglar. Endi meni o'zimga ham esimdan chiqib qolgan terminlar juda ko'p hali bu qurilishimizda. Kimda shunaqa terminlarni men izohlab o'tib ketmagan bo'lsam, kimda qanaqa termin qiziqtirayotgan bo'lsa, o'shani albatta izohlarda qoldirib ketsanglar, biz video orqali shu Telegramga yoki ijtimoiy tarmoqlarga javob berishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam o'sha kim yozma ravishda yozadigan bo'lsa, mana shaxsiyimgami, profilimgami o'sha yerda albatta javob beramiz. Ya'ni qaysi termin nima ma'noni bildirishini va aynan nima vazifa bajarishini hammaga eslatib, ko'rsatib, bildirib o'tib ketamiz. Har doim imoratinglarni chiroyli bo'lishini va mustahkam bo'lishini xohlaydigan bo'lsanglar, albatta loyihasi birinchi o'rinda zo'r bo'lishi kerak va albatta o'ziga ishongan prorabdan hech qachon qochmanglar. Pulini beringlar, pulini 2 barobar oqlab beradi. Yaxshi kunda yaxshi imoratlar qurish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar.